Birlashgan Millatlar Tashkilotining yadro nazorati tashkiloti Eronda o'z nazoratini nazorat qilishlarini bajara olmayotganini aytdi. Xalqaro atom energiyasi agentligi Erondagi boyitilgan uran zaxiralarining hozirgi hajmi, tarkibi yoki qayerdaligi yoki Eron boyitish bilan bog'liq barcha faoliyatlarni to'xtatganligi haqida hech qanday ma'lumot bera olmasligini ma'lum qildi. MAGATE yadro qurollarini tarqatmaslik to'g'risidagi shartnomaning kafolatlar bo'yicha kelishuvi bo'yicha o'z zimmasiga yuklangan kafolatlar bo'yicha majburiyatlarni bajara olmasligidan ogohlantirdi va Tehron ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishi ajralmas va shoshilinch ekanligini qo'shimcha qildi. Fevral oyidagi so'nggi hisobotdan buyon MAGATE inspektorlari tomonidan Eronda tekshirilgan yagona yadroviy inshoot 1-3 iyun kunlari tashrif buyurdi. AQSh Kongressining Vakillar palatasi Trampga qarshi tanbeh sifatida urush vakolatlari rezolyutsiyasini qabul qildi. Rezolyutsiyaning qonunga aylanishi dargumon bo'lsa-da, u Trampning 28 fevralda Eronga hujum qilishda Isroilga qo'shilib, shanba kuni 100 kuniga yetadigan davom etayotgan mojaroga qo'shilish qaroriga qarshi keskin tanbeh bo'ladi. Trump urush uchun Kongressdan ruxsat olishga intilmadi. U janjal yoki qisqa muddatli ekskursiya deb belgilashga harakat qildi. Ammo respublikachi yetakchining chet elda qayta harbiy kuch ishlatishi Kongressdagi ayrim rahbarlarni hafsalasi pir qildi. Bu konstitutsiya faqat urush e'lon qilish vakolatiga ega edi. Chorshanba kungi ovoz berish bu yil Vakillar palatasi Trampni Eronga qarshi harbiy harakatlari uchun Kongressdan yordam olishga majburlash uchun urush vakolatlari Eron-AQSh urushining so'nggisi. Trampning jangi har ikki tomon ham zarbalari o'tkazar ekan, harbiylar hammani yo'q-sovuq tayyor. Biz ularga biroz qattiq zarba berdik, shuning uchun ba'zi narsalar uchun sabab bor va odatda ba'zida mantiqiy bo'lgan sabab bor, dedi Tramp. Bu dunyoning boshqa qismi, bilasizmi? Men shuni aytmoqchimanki, ot ochishni to'xtatishsiz mo'tadilroq oq otganingizda. Bu Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Arakchi mamlakatning Kuvayt va Bahraynga hujumini o'zini o'zi mudofaa zarbasi deb himoya qilganidan keyin sodir bo'ldi. Arakchi nashriga yozdiki, Eron kuchlari AQSh kuchlari fuqaro kemalarga hujum qilish va sulhni buzish uchun foydalanadigan obyektlarni nishonga oldi. Qaysi sanksiyalar va urush erisha olmagan, ko'proq urush bilan yutib bo'lmaydi, dedi u. Eronning Kuvayt ism ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina may oyi Rossiyani oyga orqaga surdi. Fransiya 24 muxbiri Mark Owen bilan suhbatda, isidagi Rossiya guruhi rahbari o'rinbosari Kristina Harvard Ukraina sharqidagi olga siljishni sekinlashtirishda muvaffaqiyatli taktik qarshi hujumlar, shuningdek, Rossiya hududida uzoq masofali raketa va dron hujumlarini kuchaytirish muhim rol o'ynaganini aytdi. AQShning Eronga qarshi urushi Eron xalqi haqida emas, Yevropa inson huquqlari masalasini stolga qo'yishi mumkin. Professor Amir Mogaddamning ta'kidlashicha, rasmiylar mintaqaviy mojaroga xalqaro e'tibordan foydalanib, ichki repressiyani kuchaytirishgan. Dunyo Eronda nima bo'layotganini bilishi uchun tinch aholi o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yishadi.